Dunyoni katta shaxmat taxtasi deb tasavvur qiling. Unda yuzlab yurishlar, kuchli o'yinchilar va kelajakni belgilab beradigan strategiyalar mavjud. Lekin bir savol: bu shaxmat taxtasining ustasi kim? Zbigniew Bzezhinskiy o'zining mashhur Buyuk shaxmat taxtasi kitobida shuni ochib beradi. Kim Yevrosiyoni nazorat qilsa, u butun dunyoni nazorat qiladi. Bugun biz global geosiyosatning eng sirli qoidalarini ochamiz va qanday qilib bitta davlat butun dunyoning taqdirini belgilashga urinayotganini ko'ramiz. O'zbekiston va Markaziy Osiyo esa global siyosatdagi eng xavfli, ammo eng jozibador priz hisoblanadi. Kitob qiziqqa o'xshadimi? Unda davom ettiramiz. Bzezhinskiy kitobni bitta asosiy haqiqatdan boshlaydi. Dunyo siyosatining markazi Yevrosiyo. U geografik jihatdan eng yirik qit'a bo'lib, yer yuzidagi aholining qariyb 75% shu yerda yashaydi. Global boylikning katta qismi ham shu yerda. Korxonalar yer yuzasi ustida, uglevodorod zaxiralari esa yer ostida. Uning hisob-kitobiga ko'ra, Yevrosiyo jahon yalpi mahsulotining taxminan 60% va ma'lum energiya resurslarining 1/3 beradi. Shu sababli Yevrosiyo global ustunlik uchun kurash davom etayotgan shaxmat taxtasidir. Kim bu makonni to'g'ri boshqarsa, o'sha dunyo taqdirini belgilaydi. AQShning o'ziga xosligi shundaki, u tarixda ilk bor Yevrosiyoda joylashmagan, ammo Yevrosiyoga bevosita kirib borgan va uning uch periferiyasiga qudratini joylashtirgan global kuchga aylandi. AQShning Yevrosiyo bo'ylab ta'siri uning sharqda Yaponiya va Koreya atrofida, g'arbda NATO orqali Yevropaning g'arbiy chetida va janubda Fors ko'rfazida mavjud harbiy siyosiy infratuzilmasi bilan seziladi. Bzezhinskiy shu nuqtadan kelib chiqib, AQSh geostrategiyasining 2 bosqichli maqsadini chizadi. Qisqa muddatda o'zining noyob global qudratini saqlab qolish, uzoq muddatda esa shu qudratni tobora institutsionallashgan global hamkorlik tizimiga aylantirish. Uning keskin ifodasi bilan aytganda, imperial geostrategiyaning 3 buyuk imperativi: vassallar, ya'ni Yevropa va Yaponiya o'rtasida kolluziyani bartaraf etib, xavfsizlikka qaramlikni saqlash, tributlarni, ya'ni harbiy jihatdan kuchsiz AQSh homiyligiga muhtoj davlatlarni itoatkor va himoyalangan tutish, hamda barbarlar, ya'ni AQShga qarshi chiqish mumkin bo'lgan Xitoy va Rossiya kabilarning birlashuviga yo'l qo'ymaslikdir. AQShning bu mavqei qanday paydo bo'ldi? Bzezhinskiy 20-asr boshida tezlashtirilgan yo'lni eslatadi. 1898-yilgi Ispan-Amerika urushi bilan orollarga chiqish, Panama kanali orqali 2 okean ustidan flot nazoratini osonlashtirish va ayniqsa sanoatlashtirishning favqulodda sur'atlari. Birinchi jahon urushi arafasida AQSh allaqachon jahon yalpi mahsulotining qariyb 33%ni ishlab chiqarar. Bu esa Buyuk Britaniyani sanoat yetakchiligidan surib tushirdi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng esa AQShning ulushi 50% dan oshdi. Keyinchalik Yevropa va Yaponiya tiklangan sari bu ulush anomal darajadan tabiiy ravishda pasayib, ammo 10 yilliklar davomida 30% atrofida barqarorlashdi. Shu bilan birga AQSh eng so'nggi ilmiy yutuqlarni harbiy maqsadlarda o'zlashtirishda monopol bo'lib qoldi. Bu esa global harbiy yetilish qobiliyatini mustahkamladi. Bzezhinskiy AQSh qudratining 4 ustunini ham alohida ko'rsatadi: harbiy, iqtisodiy, texnologik va madaniy. Masalan, 1990-yillar o'rtalarida Amerika televideniyasi va kinolari jahon bozorining taxminan 4/3 egallagan, internetning asosiy tili ingliz tili, global kompyuter tili ham asosan AQShdan taraladi. Yiliga qariyb 5,5 million xorijiy talaba AQShga o'qishga keladi. Bu uningcha ko'p hollarda ko'zga ko'rinmaydigan, ammo siyosiy oqibatlari nihoyatda katta madaniy ustunlikdir. Shunga qaramay, Bzezhinskiy AQSh kuchini Yevrosiyo sharoitiga mos shaxmat o'yini deb ko'radi. Taxtada bitta emas, bir nechta yirik o'yinchilar bor. G'arbiy Yevropa chekkasi, Sharqiy Osiyo chekkasi, markaz va janub. AQSh bevosita G'arbiy Yevropaning kichik, ammo zich hududida joylashgan, sharqda esa ulkan aholi va imkoniyatga ega mustaqil o'yinchi Xitoy va uning orol hamda yarim orollarida joylashgan raqibi Yaponiya yonida AQSh kuchi kuzatib o'tiribdi. Markaziy keng tekislik esa sobiq raqib SSSR yemirilganidan keyin siyosiy parokandalik holatida. Bu shimoliy markaziy blokning janubida esa energiyaga boy, ammo siyosiy beqaror zona yotadi. Shu o'rinda Bzezhinskiy Yevrosiyoni boshqarishning barcha bosqichlarini uzviy davomlikda ko'rishni
bir necha yurish oldindan o'ylashni va qisqa 5, o'rta 20 yil atrofida uzoq 20 yildan ortiq istiqbolni bir-biriga tutashtirishni tavsiya qiladi. Sharqiy Osiyoda AQSh uchun asosiy sinov Xitoy bilan munosabatlarni shunday boshqarishki, bu AQSh, Yaponiya, Koreya uchburchagining xavfsizlik arxitekturasini izdan chiqarmasin. Brzezinskiy ogohlantiradi. Tayvan atrofida inqiroz yoki Xitoy ichidagi siyosiy keskin burilishlar Xitoyni global beqarorlashtiruvchi kuchga aylantirishi, Yaponiya siyosatida geopolitik disorientatsiya keltirishi, Janubiy Sharqiy Osiyo barqarorligini izdan chiqarishi mumkin. Bunday sharoitda, masalan, Koreya yarim orolida birlashuv yuz bersa, Pekin buni AQSh harbiylarining chiqib ketishi evaziga narxlash ehtimoli ham muhokama qilinadi. Yevropa bo'yicha Brzezinskiy uchun asosiy vazifa AQShning Yevroosiyodagi g'arbiy tayanchini mustahkamlash. Kitobga ko'ra, Yevropadagi AQSh ta'siri NATO va siyosiy iqtisodiy uyg'unlik orqali barqarorlashadi. Ammo eng yomon ssenariy Yevropa-Rossiya kelishuvi orqali Amerikani qit'adan siqib chiqarishdir. Shu bois AQSh Yevropa siyosatini mohirona yuritishi, ittifoqchilar o'rtasidagi chiziqlarni uzmay turishi zarur. Kitobdagi tarixiy analogiyalar ham ta'sirchan. Muallif Rim imperiyasining tashqi garnizonlari 300 ming atrofida bo'lganini eslatadi va aynan 1996-yilda AQShning xorijda joylashtirgan professional harbiylari soni 296 ming nafar bo'lganini qiziqarli parallel sifatida keltiradi. Bu faqat sonlar o'xshashligi emas, balki Markaziy imperiya periferiyadagi muntazam quvvat tutib turganda global tizimning qanday ishlashini ko'rsatadigan obrazli taqqoslashdir. Eng xavfli xavf ssenariy sifatida Brzezinskiy Xitoy, Rossiya va ehtimol Eron o'rtasidagi antigemonik koalitsiyani tilga oladi. Bu mafkura emas, balki komplementlar noroziliklarga tayanishi mumkin bo'lgan real hisob-kitob. Yana bir xavfli, ammo kamaytirilgan miqyosdagi variant Amerika mavqei qulagan sharqda Xitoy, Yaponiya o'qi paydo bo'lishi. Shu bois uning AQSh Yevroosiyoning g'arbiy, sharqiy va janubiy perimetrlarida bir vaqtning o'zida geostrategik mohirlik namoyon etishi, har bir hududda kooperatsiya, jilovlash va muvozanatning to'g'ri aralashmasini topishi zarur. Buyuk shaxmat taxtasi kitobida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston haqida juda qiziqarli fikrlar bildiradi. U bu hududni Yevroosiyo Bolqonlari deb ataydi. Brzezinskiy fikricha, bu yer quvvat vakuumi bo'lib, katta davlatlarning ta'siri uchun tortishuv maydoniga aylangan. Rossiya, Turkiya va Eron bu hududni o'z xavfsizlik va tarixiy manfaatlari nuqtai nazaridan muhim deb biladi. Xitoy esa tobora ortib borayotgan siyosiy qiziqishni namoyon qilmoqda. Bu hudud neft va gaz resurslari bilan boy bo'lib, Kaspiy havzasidagi zaxiralar Kuvayt va Meksika qo'ltig'i yoki Shimoliy dengiznikidan kattaroq deb baholanadi. Shu bilan birga Brzezinskiy mintaqaning beqarorligini ham ta'kidlaydi. Har bir mamlakat ichki qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Milliy bir xillik deyarli yo'q. Chegaralar ko'pincha qo'shni davlatlar tomonidan da'vo qilinadi. Bu esa etnik va diniy ziddiyatlar xavfini oshiradi. O'zbekistonning geografik joylashuvi va resurslari uni strategik pivotga aylantiradi. Bu nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun Yevroosiyo geosiyosatida katta kuchlar o'rtasida muvozanatni belgilashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli O'zbekiston kabi davlatlar ustidan nazorat olish yoki ta'sir o'tkazish nafaqat qo'shnilar, balki global kuchlar uchun ham strategik maqsadga aylanadi. Xullas, Brzezinskiy nazarida O'zbekiston va Markaziy Osiyo katta shaxmat taxtasining markaziy kataklaridan biridir. Resurslar boyligi, transport yo'llaridagi strategik o'rni va ichki beqarorlik potensiali bilan bu hudud global siyosatdagi eng xavfli, ammo eng jozibador press hisoblanadi. Kitobning umumiy xulosasi shunday: AQSh ilk marta tarixda haqiqiy global kuchga aylangan paytda, ya'ni SSSR qulashi ortidan nafaqat raqiblarini ushlab turish, balki xalqaro tartibni asta-sekin institutsionallashgan hamkorlik tizimiga aylantirish vazifasini ham zimmasiga olgan. Buning uchun Yevroosiyo bo'ylab geosiyosiy dinamik o'yinchilarni boshqarish va geopolitik povitlarni ehtiyotkorlik bilan ushlab turish kerak. Zero Yevroosiyoda joylashgan kuchlarning umumiy salohiyati Amerika qudratini ustun bo'lib ko'rinishiga qaramay, jamlaganda quvvati bilan bosib ketishi mumkin. Agar sizga bugungi tahlil yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizningcha 21-asrning haqiqiy shaxmat ustozi kim bo'ladi?
Kelajakda videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang.